Assalomu alaykum aka. Mana birinchi bu bo'g'ozimiz. Bo'ylari 80 plus, uzunligi 99 sm chiqqan aka o'lchangan. Bo'g'oz mana bunda ko'rsatga. Yilin solgan aka. Tishi bu 8 tish bunisi, qolganlari 6 tish, 4 tishdan. Mana bu birinchisi. Hozir ikkinchisini chiqaramiz. Aka mana ikkinchi bo'g'ozimiz, bo'yi 80, tishlari ko'rsatib boring, mana 6 tish. Shu 6 tish bo'g'oz, yaqin bo'g'oz. Aslan sheriga. Ana kecha indira bo'lsa. Aka bu mana uchinchisi, bo'ylari hammasiniki 80 plus o'lchangan. Buni tishi 6 tish aka. Mana 6 tish. Bularniki ham shu martga o'tib, Xudo xolasa to'l beradi. Dumbalari hammasi normal, semizligi ko'rasizlar. Aka bu 4-inchisi. Bo'g'oz mana semizligi normal, dumbalari, tishlari 6 tish. Dumbalari. Aka bu 5-qo'yimiz. Hop, semizligi zo'r, dumbalari yaxshi, tishlari 6 tish mana. Ko'rsatib boring. 6 tish. Bo'ylari shu 80, hammasi bir xil 80 sm dan o'lchangan. Aka bu oxirgi qo'yimiz mana. Semizligi yaxshi, tishlari 6 tish. Tishi butun. Dumbalari. Qo'ylar mana, ona bola qo'ylar ham bor aka.